Assalomu alaykum pazandalarim. Bugun duxovkada issiqqina non tayyorlagandim. Shuni sizlarga taqdim etmoqchiman. Kanalimga xush kelibsiz. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan boshlaymiz. Idishimizga 1,5 osh qoshiqda tuz solamiz va 1 osh qoshiqda to'ldirib mana shunday quruq drojja, ya'ni quruq xamir turishni solib olamiz. Oddiygina xona haroratda turgan iliqroq suvni quyib olamiz. Men Marva Zamzam suvlaridan foydalandim. Juda ham sog'lik uchun foydali. Issiqqina yog'likina sut quyamiz. Sutimga ozginagina smetana ham aralashtirib yuborganman va ozginagina oddiy o'simlik yog'ini quyib olamiz va hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Un solamiz. Unimizni albatta elakdan o'tkazib olamiz. 1 kilo 200 gram un ketdi. Yana ozginagina kamroq bo'lsa solib yuborishimiz mumkin. Yaxshilab o'rta yumshoqlikda xamir tayyorlab olamiz. Xamirga yaxshilab ishlov beramiz. Xamirni ustidan ha deb un sepavermasdan mana shunday salgina yog'lab yuborsak, xamirimiz juda ham tiniq bo'lib chiqadi. Va tog'orachamizni mana shunday taglari ham pokizagina, top-tozagina bo'lib qoladi yog' bilan. Ko'pincha xamir tayyorlaganda tog'orachani atroflariga unlar qotib qoladi. Shunda asabiylashamiz. Mana shu holatda, ya'ni ozgina yog'dan surtib tog'orachani tagiga surtib tayyorlasangiz, xamir mana shunaqa silliq va tog'oracha ham top-toza bo'lib chiqadi. Ustini yopib qo'yamiz va 1 soatga qoldiramiz. Issiq xonada mana shunday adyolchalar bilan yopib qo'ysangiz tezroq oshib chiqadi. Oradan vaqt o'tdi. Mana xamirimiz juda ham chiroyli holatda oshib chiqdi. Xamirni stolga olamiz va buni 6 bo'lakka bo'lib chiqamiz. Xamirlarimizni menda 6 dona zuvolacha chiqdi. Ushbu xamirdan yasab olgan zuvolalarimizni ustini yopib yana 10 daqiqa tindirib olamiz. Qo'shimcha qilib men 2 donasini piyozli non tayyorlamoqchiman. 2 dona piyoz ketadi va jizzadan foydalandim. Ozginagina jizzani solib, tuz va kashnich urug'ini solamiz. Nachinkamizga yog' solmaymiz, chunki jizzaning yog'i o'zi chiqadi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Nachinkamiz tayyor bo'ldi. Buni bir chetga olib turamiz. Biz esa oddiy nonimizni yasab olamiz. Nonimizga chiroyli qilib forma beramiz. Ichlarini esa chuqurroq qilib yasaymiz. Chakishni o'rniga mana shunaqa predmetdan foydalandim. Xohlasangiz baklashkani qopqoqlaridan foydalansangiz ham bo'ladi. Chakichimni hozir topa olmayapman. Qo'shnimnikiga chiqib ketib qopti. Bunda ham bo'laveradi. Mana shunday qilib bosib chiroyli chiziqchalarni chiqaramiz. Mana nonlarimizni yasab oldik. Endi buni duxovka listimizga qo'yamiz. Duxovka pechimizni esa avvaldan 10 daqiqa oldin yoqib qo'yamiz. Past va tepasini bir xil darajaga qo'yib, ustiga tuxum yoki bo'lmasam kefir surtamiz. Va yana nonimiz juda ham chiroyli bo'lib chiqishligi uchun sedanadan foydalandim. Sedana bilan bezatib olamiz. Nonlarimizni endi duxovka pechimizga yuboramiz va 200-250 gradusda 20 daqiqada pishib chiqadi. Agar sizda tokilar, ya'ni elektr tarmoqlari past darajada bo'lsa, bundan da balandroq darajada, ya'ni 300 gradusda pishirib olishingiz mumkin. Oddiy nonlarimiz pishib tayyor bo'lguncha yog'li nonimizni ham tayyorlab olamiz. Mana shunday bitta zuvolachasini kattagina qilib juva yordamida yoyib olamiz va unga yog' surtamiz. Menda qaymoqni kuydirilgani bor edi, shuni surtdim. Xohlasangiz qo'y yog'i yoki bo'lmasam olmoqda yog' yoki saryog'dan foydalanishingiz mumkin. Ozginagina 1 choy qoshiqdagi tomat pastasiga smetanani ham aralashtirib surtib yubordim. Nonimiz juda ham mazali va sochli bo'lib chiqadi. Endi piyozli jizzali nachinkamizni mana shunday yoyib
solib olamiz xamirning ichiga. Xamirni o'raymiz. Va yana plitka shaklida xuddi shu uslubda o'rab olamiz va tindirishga qoldiramiz 10 daqiqaga. Bu arada duxovkadagi nonlarimizdan xabar olib qo'yamiz. Mana ko'tarilib, pishib chiqmoqda. Yog'li nonlarimizni ham qo'limiz yordamida yasab olamiz. Ozginagina juvani yurgizib olsak, tekizgina va yuqaroq bo'lib chiqadi. Vaqtingizni ketkazib, kanalimizga obuna bo'lganingiz uchun va retseptimizni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlardan minnatdorman. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring, barchasiga javob yozaman. Ustiga vilkada sanchib chiqsangiz ham bo'ladi. Dizali nonlarimizni ustiga mana shunday qilib tuxum yoki yana kefirdan surtib olamiz. Shunda qizarib chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Kunjut sepdim. Buni ham duxovkaga jo'natamiz. 20 minutda pishib chiqadi. Ushbu nonimiz ham mana barcha nonlarimizni pishirib tayyorlab oldik. Kichkinagina xamircha ortib qolganda uni esa nabiralarim uchun kulcha tayyorlab qo'ydim. Shunaqangi yumshoqqina, shunaqangi mazali non bo'lib chiqadi. Albatta, hozir yomg'irli kunlarda obed paytida mazza qilib iste'mol qilasiz. Ichiga tomatli pastadan surtganimiz uchun ham juda ham zo'r bo'lib, ta'mi o'zgacha bo'lib chiqadi. Barchangizga yoqimli ishlar tilab qolaman. Issiqqina nonlarni o'z xonadoningizda tayyorlab iste'mol qilishingizni albatta sizlardan so'rab qolaman. Chunki o'zingiz mehr bilan tayyorlagan retseptlaringiz hech qaysi taomlarga yetmaydi. Ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.